Assalomu alaykum. Bugundan boshlab Excel dasturini o'rganishni boshlaymiz. Birinchi navbatda Excel faylimizni ochib olamiz. Mishani o'ng tomonini bosib, Excel tanlasak, Excel fayl ochiladi. Excel bu jadval bilan ishlash dasturi, ya'ni ma'lumotlarni kiritish, tartibga solish, hisob-kitob qilish, hisobotlar tuzishda juda qulay dastur. Ayniqsa, buxgalteriya ofis ishlari yoki kundalik hisob-kitoblarda ancha yordam beradi. Endi Excel oynasi bilan tanishamiz. Bu yerda yacheykalardan iborat jadvalimizni ko'rib turibmiz. Har bir yacheykaning o'zini nomi bor, ya'ni ustun bilan qatori kesishmasi. Aytaylik D4. Mana bu yerda yacheyka nomi chiqib turadi. Endi tepa qismiga keladigan bo'lsak, instrumentlar panelimizga bu yerda bizni kiritgan ma'lumotlarimizni tartibga solishimiz uchun kerak bo'ladigan har xil funksiyalar bor. Eng oddiy amaldan boshlaymiz. Xohlagan bitta yacheykani tanlab, kichkinaroq jadval yasab, uni tartibga keltiramiz. Ma'lumotlarimizni kiritib oldik. Endi bu jadvalimizni tartibga keltiramiz. Ko'rib turganingizdek, bularning hozir tartibi buzilib ketgan, chunki har bir yacheykani o'zini eni bilan bir xil bo'lib turibdi, standart razmerda. Biz buni nima qilamiz? Endi hammasini yoyib olamiz. Burchagini bosib, ikkita ustunning o'rtasida shu belgi chiqadi. 2 marta ustiga bossak, yacheykamizning matnimizning kengligi bilan bir xil qilib beradi. Endi bu yerda sonlarni o'rtasida probel yo'q. Biz buni probelga ajratib olamiz. Tepa instrument panelimizdan shu 3 ta nolni bosadigan bo'lsak, har bittasini ajratib beradi bizga. O'shanda o'qishimiz ham oson bo'ladi. Endi kerakli jadvalimizni chizib olishimiz uchun tepa panelimizdan все границini tanlasak, bizga chizib ajratib beradi. Endi tepadagi so'zlarni ajralib ko'rinib turish uchun jирный formatga o'tkazamiz. Endi shu qismiga rang beramiz. Tepa panelimizdan shu kraskani tanlab, strelkasini bossak, bizga har xil ranglarni chiqazib beradi. O'zimiz xohlaganimizni tanlab qo'yamiz. Jadvalimiz tayyor. O'zingiz uchun ham kattaroq jadval yasab qo'yinglar. Keyingi darsimizda yana ham qiziqroq funksiyalarni o'rganamiz. Jadvalimizni saqlanib chiqib ketishimiz uchun Ctrl+S tugmasini bosamiz. Ctrl+S. O'shanda shu ochgan Excelimiz saqlanib bo'ladi. Va X bosib chiqib ketamiz. Xayr, salomat bo'linglar.